Bugun demak mavzuyimiz sizlar bilan ijodiy loyihalash, ya'ni bilamiz siz ijodkor muhandislar biron bir texnik chizma yoki konstruksiyani qo'shib olib albatta loyihalashimiz kerak. Loyihalash uchun biz o'sha AutoCAD dasturida, mana AutoCAD dasturini ko'rishingiz mumkin. AutoCAD dasturidagi o'sha chizmalarga nom qo'yish jarayoniga kelib to'xtaldik. Ya'ni nom qo'yish degani tekst degan mana tekst degan tugmasi bor, buyruq bor. O'sha yerga borib nima qilamiz? O'sha tekstdan biz kerakli vazifalarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Tekst uchun AutoCADning vektorli shriftlarini yoki Windows tizimidagi bor standart shriftlardan foydalanishingiz mumkin. Shriftlar nima edi? Shriftlar qaytarib olasiz takrorlab. Ya'ni o'sha harflardan, sonlardan foydalanishingiz mumkin, belgilardan. Ya'ni bu yerda bir qatorda tekst yozish uchun buyruqlar qatoridan tekst buyrug'i, mana buyruqlar qatori turibdi, mana tekst buyrug'i bor, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana tekst mana ko'ryapsiz. Bu yerda mana bu yerda demak bu qatorimizda ikkinchi qatorimiz demak buyruqlar qatori ko'rsatilgan. Buyruqlar qatorida demak tekst tugmasiga borib biz nima qilamiz? O'sha yerda demak administratsiya bo'limi demak talab olinadi va bu yerda demak tekstga biz komanda qilamiz. Komanda degani nima? Ya'ni buyruq beramiz ekan. Buyruq beriladi. Endi mana bu yerdan tekushi tekst stil standart vысота hokazo mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Buyruqlarni ko'rib mana bu yerdagi buyruqlar berilganki mana bu yerda kompyuterda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda tekst buyruqlar berildi. Mana bu yerda tekst buyruqlarni biz o'sha texnik chizmamizni biroq bir shartlarni qo'yib nima qilishimiz mumkin? O'sha texnik chizmamizga nom berishimiz mumkin. Nom qo'yishimiz kerak. Ya'ni bular nimasi? Masshtabi bilan alohida nomi bilasizlar, burchak shtampida alohida ajralib turishi shart. Shart va zarur. Tushunarlimi? Mana bu yerda o'sha matnni kiritishdan oldin format teksti. Format nima degani edi? Hurmatli talabalar, format o'lchamni deyishingiz mumkin. Hokazo mana standart, mana bu standart panel, boya biz aytgandik, standart panelga keldik. Mana bu yerda ko'p qatorli matn kiritish va tahrirlash, muloqot o'rnatish yordamida juda qulay va tez amalga oshirish mumkinligini, ya'ni o'sha nom qo'yishlarni o'tishimiz mumkin. 27-rasmda, demak buyruqlarning muloqot o'ynasi, ya'ni siz bilan muloqotga kirishadi. Ya'ni vazifalar berishini demak ko'rishimiz mumkin muloqot o'ynasida. Mana bu yerda endi muloqot o'ynasidagi demak quyida tekstga kiritishga tahlil uchun istalgan tugmalar ko'rsatilgan. O'sha tugmalarni misol uchun ko'rib o'tishingiz mumkin. Misol uchun ya'ni A belgisi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. A belgisida nima deyiladi? Ko'p qatorli tekst yozish buyrug'ini, ya'ni ko'p qatorli biz buyruq yozish ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni yozish chegarasi ko'rsatilgan 27-oynada, ya'ni mana bu yozish chegarasi o'zi ko'rsatiladi. Yozish lineyka deymiz, mana bularda. Mana lineykada alohida bizga o'sha yozish chegarasi ko'rsatib o'tiladi. Mana bu belgida esa bir kursor belgisi ko'rsatilgan. Bunda esa bir qatorli tekst yozish buyrug'ini chiqaradi. Ya'ni bir qator degani mana shu qatorni o'ziga bajarishimiz kerak, ya'ni o'ziga yoziladi degan ma'nolarni bildiradi. Mana bu qaramchasi bor, A belgining oldida ko'rsatilgan tekstni tahrirlash imkonini beradi. Tahrirlash demaydi, siz xato yozsangiz yoki texnik chizmangiz o'lcham xato ketib qolsa yoki o'sha nomda qandaydir harflar qolib ketgan bo'lsa, uni ustiga bosib qaytadan o'sha texnik chizmamizga nomni nima qilishimiz mumkin? O'zgartirishimiz mumkin, ya'ni tahrirlash mumkin deyiladi. Keyingisi ABSda mana bu yerda chizmada kerakli demak tekstni izlab topish va boshqasiga almashtirish uchun muloqot o'rnasi chiqib keladi. Chizmada kerakli tekstni izlab topish va izlaymiz. Poisk bilan o'sha texnik chizmani nomini berib berishimiz mumkin. Poisk bersak o'sha chizmani bizga muloqot o'rnasiga chiqib keladi deyapti. Mana keyingi belgimizda esa tekst stilini yaratish uchun muloqot o'rnasi chiqib keladi. Keyingisi esa mana bu yerda muxtoli bilan shriftlangan, mana bu yerda belgilangan tekstni balandligini tayanch nuqtasiga nisbatan yangi qiymat o'zgartirib beradi. Ya'ni o'sha bizning o'sha matnimizni nima qilib berish mumkin? Belgilangan qiymat katta kichikligi, hajmlarni ko'rsatib beradi. Keyingisi tekstlash, matnning ma'lum qismini tahrirlash foydali. Bunda endi ma'lum qismi degani bu ham xuddi shu tahrirlashga kiradi. Matnimizni o'sha texnik chizmamizni o'sha nima qilib tekstga beradi. Keyingisida oxirgisi boshqa muhit o'lchov birligi o'tadi. Bizga hozircha bu boshqa muhit o'lchov birligi demak shart emas. Mana bu yerda demak o'ynamizda, demak loyihalash o'ynamizda mana bu yerda
parametrlar ko'rsatib o'tilgan, mana shartli belgilarni har bittasiga mana nom berib ketyapti. Misol uchun mana nomlab ketilgan. Mana format teksti. Voy biz gaplarni format teksti nimaligini bilib oldik. Endi format teksti qanday ishlar amalga oshiriladi?